Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Azbek, Irkutsk shahridan. Do'stlar, bugun qor yog'di bugun. 30-sentyabr kuni qor yog'di. Biz ishga chiqdik. Zakaz berdi. Olgani kelyapmiz. Жёсткий. Probkalar normal. Maydalab sekin qor ham yog'yapti. Ertaman chiqqanda mashinada qorlar bor edi. Turibdi qor. Что ты сигналишь, а? Что не видишь пробка? Bizga oстановка o'tishimiz kerak ekan. O'ng tomon. Kelyapmiz, zakazimiz olgani. Qayerga berdi bilmayman lekin. Точка B deb qo'ygan kecha-kechqurun. Kechki mahal отказ qildi 5-6 ta. Hozir 5-6 ta zakazdan keyin ochish kerak. Пропускать qilasanmi yo'qmi? O'tdi. Funcargo emas ekan, Toyota Port degan. Mana shu o'tar ekan o'zi. Bizning klientimiz avtomobilda turibdi. Dahshat deydi. 7 kilometrga 40 minutda kelibmiz. Mashalloh. Probkalar жёсткий. Zavers qilamiz. Itogo 958 rubl. 7 kilometrga do'stlar. Juda qorlar yog'ayotdi, tinib qoldi. Sentrdamiz, sentrda endi hech narsa yo'q. Sentrdan endi jilamiz sekin. Qorlar yog'ib, qishlar kelib, taksi birodarlarimizga g'am keldi uni. Endi zimniy balon qo'yish kerak, masla almashtirish kerak, antifriz almashtirish kerak. Mashinani bir siyra remont qilish kerak. Qishga zakaz berib qo'ydik. Sentrda yo'q. Qayerga berdik? Dekabrsk savetidan bilmaymiz endi. Yana 3 ta zakaz qilishimiz kerak, keyin ko'rinadi. Shunaqa do'stlar, ishni davom ettiramiz. Ishlaymiz. Ishga chiqdik. Bugun 30-sentyabr bo'lsa, birinchi qor yog'di Irkutsk shahrida. Sovuq tushdi. Keyin klientim ham очень тороплюсь, очень deyapti. Максимально побыстрее deydi. Наоборот, медленно keldik, chunki probka вообще dahshat. 7 kilometrga 40 minutda kelibmiz. Shu do'stlar, sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar.